Oyi, oyijon. Qarang, sizga gul terdim. Rahmat, bolam. Oyijon, agar oldingizdan sehrgar chiqib qolsa, nima tilagan bo'lardingiz? Yaqinlarimizni doim baxtli bo'lishini so'ragan bo'lardim. Nimaga? O'zingiz uchun hech narsa so'ramasmidingiz? Hali kichkinasan-da, o'g'lim. Katta bo'lsang, nega bunaqa deganimni tushunib olasan. Qachon katta bo'laman? O'zingdan ko'ra yaqinlaringning baxtli bo'lishini istagan kuning katta bo'lasan. Yaqinlaringning baxtli bo'lishi eng muhimi, o'g'lim. Oyi. O'g'lingiz menimcha hali ham katta bo'lmadi. Lekin sizga va'da beraman. Albatta katta bo'ladi. Xo'sh, singiljonim bugun nimalar bilan band bo'libdi? Shoshma. Demak, Ikrom aka bugun uyga kelibdi-da. Oltin baliqcha o'z oyog'i bilan kelibdi. Endi bizni xo'ragimizni yesa bas. Hammasi men o'ylagandek ketayotgani qanchalar yaxshi. Lekin nega Ikrom aka kelganda menga shirin aytmadi? Nimaga? Ey, nima qilyapsan? Og'ridimi? Ha? Bu 5 soniyalik og'riq xolos. Siz komada paytingizda men yuragim har soniyada shunaqa og'rib turdi. Men uchun shunchalik qayg'urasanmi? Sizni qayta ko'ra olmaslikdan qo'rqdim. Siz yo'q hayotni tasavvur ham qila olmayman. Vokzalda meni sevgimni rad qilganing esingdami? O'shanda menga turmushga chiqa olmasligingni aytganding. Chunki taqdiring aniq edi. Sen Akbarni ayoli Dadasi, kecha nima bo'lganini bilasizmi? Nima bo'pti? Shohrux o'g'liz Akbarjonga qo'l ko'tardi. To'g'ri, Akbarjon o'zini bosa olmadi. Lekin Shohrux nima bo'lganda ham urush kerak emas-ku. Meni yuragimga g'ulg'ula tushib qoldi. Bizdan keyin Shohrux ukasiga yaxshi qararmikin? Meni ko'zimni oldida shunaqa qildi. Namuncha vahma qilasan? Menga Shohrux hammasini aytib berdi. Erkakchilikda bo'lib turadi. Shunchaki shoshib qolgan. Axir dadasi, buni shunchaki jim o'tkazib bora olmaymiz-ku. Ertaga nima bo'ladi? Bu oddiy narsa emas. Ey. Pashshadan fil yesamagin? Bitta tarsakiga shuncha vahma qilyapsanmi? Siz tushunmayapsiz dadasi. Axir Akbarjonning holatini ikkalamiz ham yaxshi bilamiz-ku. Bo'ldi qilay. Akbar o'g'limni albatta tuzataman men. Nima sen o'g'limni butun umr shu holatda qoladi deb o'ylayapsanmi? Sen aytayotgan o'sha ertaga Akbar soppa-sog' bo'ladi, xudo xolasa. O'zimni asal qizim. Nonushtalarni tayyorlab qo'ydingmi? Ha, oyijon. Ona o'rgilsin bolam. Yaxshi dam oldingizmi? O'zing yaxshi dam oldingmi? Yaxshi, rahmat. Dadam qanday? Dadangni qo'yaver. Hozir kelib qolsalar kerak. Qani yur, birga nonushta qilamiz. Xo'p, hozir. Voy o'zimni ona qizim.
Ke, choylarni ham damlab qo'yibsan. Piyola qani? voy hozir. Baraka top. Oyijon, bering o'zim. Bugun tomosha ko'rsatishga bir xonadonga boramiz. Men uchun juda ham qiziq. Sizlar uchunchi? Oldin ko'pgina bolalarga tomosha ko'rsatardik. Bugun bittagina tomoshabin bo'ladi. Bundan xafa emasmisizlar? Bo'shashmaymiz, a? Nima dedinglar? Qizim, yana qo'rshoqlari bilan gaplashyapsanmi? Ha, dada. Keling, o'tiring. Axir bular bilan ham kimdir gaplashib turish kerak-ku. Qizim, bu gapingni hech kim eshitmadi. Nimaga? Keyin seni aqldan ozgan deb o'ylashlari mumkin. Nima deb o'ylashlari menga qiziq emas. Men uchun bularning joni bor. Siz buni tushunmaysiz-da, dada. Ha, qizim, ha. Dadajon, yaxshisi meni duo qiling. Hozir bir xonadonga tomosha qo'ygani ketamiz. Tomoshamiz ularga yoqsin. Amin. Ishlaringni rivojini bersin. Alloh panohida asrasin. Alloh akbar. Rahmat, dadajon. Biz endi ketdik. Komil meni kutyapti. Siz zerikmasdan o'ting. Tipratikani tashab ketaman. Dorilaringizni ichmasangiz, kelganimda menga hammasini aytib beradi. Xo'p, qizim, xo'p. Ichaman. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Men ketdim. Voy, keling, Assalomu alaykum. Va alaykum Dadajon, assalom. yaxshi dam oldingizmi? o'tiring. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Yo, bismillah. Endi bundan ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Qani ilohim amin. Tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Dadajon, Rahmat qizim. O'zingiz ham ovqatingizni iching. Qizim, endi qudalar bizdan xavotir olyapti. Samira, bugun ikkalamiz bir joyga boramiz. xo'p, qayerga? Buvinikiga. Anchadan beri ulardan xabar olganim yo'q. Birga borib kelamiz, qizim. Xo'p. Alo, eshitaman. Ha, Xudo, yaxshimisan? Ha, Ikromjon, yaxshimisan? Ha, rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Ha, rahmat, yaxshiman. Tashqariga chiqay. Ovozing yaxshi eshitilmayapti. Qizim, sen u xonadonga qaytib bormaysan. Meni tushundingmi? Xo'p, oyi. Dadang aytsalar ham yo'q deb turib olgin. Indamasdan boshingni egib ketvorma. U uyda boshqa yashamaysan. Men tirik ekanman. Seni u uyga hech qachon jo'natmayman. Ol bolam, ol choyingni ich. Akbar, tinchlikmi? Nimaga olib xonamga kelardim? Bugun Samirani oldiga boramiz. Kecha aytgandik. Samira. Boramiz. Vaziyatga qaraymiz. Kecha va'da bergandik. Bugun boramiz. Samirani ko'raman. Senga bir gapni aytib ham bo'lmaydi. Aytyapman-ku, vaziyatga qaraymiz. Hozir Samirani oyisini mazasi yo'q. Vaqti bo'lsa boramiz. Yur, undan oldin nonushta qilib olaylik. Yura qol. Qani ketdik.
Alo. Eshitaman qizim. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Hammasi joyidami qizim? Yaxshimisan? Yaxshi-kuya, lekin oyi, Farida opa bilan gaplashdingizmi? Qachon uyga qaytaman? Yo'q, hali gaplashganimcha yo'q qizim. Mavridi bo'lmadi. Oyi, iltimos, siz bugun gaplashing. Nega qizim? Puling bor-ku, amallab tur. Oyi, gap pulda emas. Agar siz gaplashmasangiz, Akbarga boshqa qaraydigan odam keladi. Keyin men nima qilaman? Ko'chada qolaman-ku, oyi. Xavotir olma, qizim. Xavotir olma. Bugunoq gaplashaman. Ko'ndirishga harakat qiling, oyi, iltimos. Shuncha harakatimiz o'chib ket. Xo'p. Hozir ishlarim juda ham ko'p. Keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti, oyi, charchamang. Sizdan javob kutaman, maylimi? Xo'p, qizim. Xo'p, men ham shuni o'ylab yuribman, qizim. Gaplashib keyin senga aytaman. Mayli, oyi. Xo'p. Akbarjon yaxshimi xudo? Rahmat, rahmat. Yaxshilikka yaxshi-yu, bilasanmi? Tinmay Samirani so'rayapti. Unga ancha o'rganib qolgan ekan. Kelinni uyga olib kelsakmikin degan edim. Tushunaman, o'rtoq. Samira kuyovni yonida bo'lishi kerak. Hozircha ayolimni ranjitgim kelmayapti. Axir shifokorlar unga siqilish mumkin emas deyishgan. Ozgina vaqt o'tsin. Xotinim ham sal hovuridan tushsin. Keyin Samirani uyinga jo'natib yuboraman. Balkim o'zim olib borarman. Mayli, tushunganing uchun ham rahmat og'ayni. Mayli, yana gaplashamiz. Uydagilarga salom ayt. Mayli. Sen ham salom ayt. Xo'p. Keyin yana gaplasharmiz. Xo'p. Akbar, yuzing og'rimayaptimi o'g'lim? Yo'q. Kecha og'ridi. Hozir yaxshi. Agar akang yana qo'lini ko'tarsa, menga aytgin bolam, xo'pmi? Oyi, oshirib boryapsiz. Samiraga boraman. U bilan ko'rishaman. Bo'ldi qil o'g'lim. Desani xotin qo'y. Samira hozir mendan Oyi, sizga Shirin kecha yoki bugun ertalab telefon qilmadimi? Yo'q, nimaga? Tinchlikmi? Kecha Ikrom aka Shirin yoniga borgan. Lekin nimagadir Shirin bu haqida bizga hech narsa degani yo'q. Rostdanmi? Sen buni qayerdan bilding? Bildim-da. Nimaga unda bu haqda Shirin menga indamadi? O'zim ham shunga hayronman. Oyi. Shoshmang, keragi yo'q. Keling, to o'zi indamaguncha hech narsa so'ramaymiz. Arqonni uzunroq tashlaylikchi. Bahonada Shirin qizingizni nimalardan o'ylayotganini bilib olamiz. Agar Shirinni o'zini rejalari bo'lsa, bundan biz ham xabarimiz bo'lishi kerak. Biz istagandek o'ynash kerak, o'zboshimchalik qilish kerak emas. Shunaqa oyi. Lekin hozircha uni biroz jim kuzataylik. Ko'ramiz, hali sinimni rejasida yana nimalar bor ekan. Xo'p, men ishga ketishim kerak oyi. Shiringa hozircha hech narsa deb o'tirmang. Xo'pmi? Yaxshi. Mayli, yaxshi o'tiring oyi. Assalomu alaykum. Keling, mehmon.
dadasi? Bu kishini tanimadim. Bu qizning ismi Shirin. Endi Akbarjonni mana shu qiz davolaydi. O'zi juda ham yaxshi malakali shifokor. Xudo xolasa, Akbarjon Shirin bilan tez chiqishib ketishadi. Xush kelibsiz. Qani, marhamat, o'tiring. Rahmat. Juda ham xursand qildingiz-ku dadasi. Shirin, siz bilan tanishganimdan xursandman. Meni ismim Farida. Tanishganimda xursandman. Hozir bir daqiqa. Gulnora. Gulnora. Labbay xonim. Gulnora. Bu kishi Akbarjonni yangi hamshirasi. Bugundan boshlab seni qizing o'rniga Akbarjonga g'amxo'rlik qiladi. U nima xohlasa, hammasini muhayyo qil. Bizga qanday xizmat qilsang, unga ham shunday qil. Tushundingmi? Endi borib, Shiringa choy olib kel. Ha? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Sekinroq. Buncha taraqlatasan? Dadasi, qizimizni o'rniga yangi ishchi kelibdi. Bilaman. Shunaqa bo'lishi aniq edi-ku. Men qizimizni qaytarib olib kelmoqchi edim. Mayli. Qo'yaver. Men o'zimiz uchun qaman. O'sha yerda birga yashab ishga qatnaymiz. Qizimizga boshqa ish topaman. Ishlamasa ham mayli. Mana ikkalamizni topganimiz oilamizga bemalol yetadi. Hey dadasi, men nima darddaman-u, sizni gapirgan gapingizni qarang. Menga qara. Yana jahlda biror ahmoqlik qilib yurmagin, ha? Men hali bularga ko'rsatib qo'yaman. Mana ko'rasiz. Voy. Xotin, Xudo xayringni bersin. Qaytanga unga yaxshi-ku. Qizimiz biroz dam oladi. Qachongacha bu yerda ishlab yuraveradi? Baribir birovni xasmi? Bugunmi, ertami, baribir uni uzatamiz-ku. Onajonim, yuragimni quvvati. Jonim, o'rgilay sizdan. Voy qizim, kelinglar. O'rgilay. Assalomu alaykum onam, onajonim. O'zinglar yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Ha? Qizalog'im. Samira qizim ham kelibdi-da. Ha? Asalim mana. Asalim. Sog'liqlaring yangi uyingda qiynalmayapsanmi? Ancha kutib qoldingmi qizim? Ha. Voy oyijon, hammasi yaxshi. Menga qanday tarbiya bergan bo'lsangiz, nabirangizga ham xuddi shunday tarbiya berganman. Ha, unday bo'lsa yaxshi. O'zingiz yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Ukam qani, kelin qani? Endi uka ishda. Nabiralar o'qishda. Kelin bozorga ketgan. O'zim zerikib o'tirmay deb ovqatga harakat qilayotgan edim. Ha, onajonim, hech tinch o'tirmaysiz-da. Ovqat qilish sizga qopdimi? Samira o'zi ovqat qilib beradi. O'zim qilib beraman, buvijon. Unda juda ham yaxshi-da. Qani ko'tar qizim, ichkariga kiraylik. Mana men bilan ham olib kir. Xo'p bo'ladi. Keling, buvijon.
yaxshi-da. Qani ko'tar qizim. Ichkariga kiraylik. Mana men bilan ham olib kir. Xo'p bo'ladi. Keling buvijon. Yot oliygohida o'qiganmisiz? Ha, Ha, yaxshi. O'tir, o'tir. Ha, Shirinxon. Nimagadir men sizga ishonyapman. Siz Akbarjonni tuzata olasiz, xudo xolasa. Ikrom aka, men qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Akbarni tuzalishiga o'zim ham ishonyapman. Bilasizmi? Akbarjonni ayoli hozir uyga ketib qolgan. Lekin o'g'lim ayoliga juda ham o'rganib qolgan. Men qanday qilib bo'lmasin borib kelinni olib kelishim kerak. Meni o'g'lim Akbarjon juda sodda. Beg'ubor bola. Unga hozir ko'proq mehr kerak. O'zi birovga ozor bermaydigan yigit. Sizni tushundim. Hop, bo'lmasam siz Akbarjon bilan yaqindan tanishib olinglar. Keyin muolajani boshlasangiz bo'laveradi. Nima kerak bo'lsa, Farida yon beradi. Akbarjon tepada. Siz bemalol chiqishingiz mumkin. Shahro. Xo'p bo'ladi. Sen men bilan yur. Assalomu alaykum dadajonim, jannatim. Yaxshimisiz? Qo'yapsizmi? Yaxshimisiz dadajon? Men tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Alloh. Siz ishga ketdi. Anvarjon maktabda. Uyda yolg'iz o'tirmaydi, sekin sizlarni ko'rgani keldim-da. Qalay, boplabman? Zo'r ish qilibsiz. Bir oyjoni ham ko'rib chiqaychi. O'zi uyg'onganlar? Oyjoningiz yo'q. Samirani buvsinikiga ketishgan. Ha, shunaqa deng. Ha, mayli, chiqsi yo'q. Bugun kechgacha shu yerdaman. Bir ota bola suhbatlashar ekanmiz-da. Yo'q, bizga mavzu qolganmikin suhbatlashishga. Hamma gapni gaplashib bo'lganmiz. Lekin menda gap ko'pda dada. Yangisi bor, aytib berayim. Hozir kuladigan holatda emasman. Foydasi yo'q. Latifa aytsam istalgan odam kulardi-da. Bitta eshiting dada. Bir kun bittasi doktorga kelibdi-da. Doktor shu xotinim, nima xotiningiz? Xotinim tushida gapirib chiqyapti. Nimani gapiryapti desa, shu yo'q boqajon aka, yo'q boqajon aka, yo'q deb gapirib chiqyapti debdi. Nima qilibdi? Buni hech qanday qo'rqishli joyi yo'q-ku desa, "Yo shunday-ku-ya, lekin meni ismim Alijon-da" desa, nima qilibdi? Xotiningiz Babram unga yo'q deb ko'dirmishdi. Zo'ra dada. Yana bittasini aytib beray dada. Yetadi. Yetadi. Men shunday oshxonaga kirib chiqay bo'lmasa dada? Farida opa, boyagi qiz shifokormi? Shirinni aytyapsanmi? Ha, juda ham malakali shifokor ekan. Yaqinda Akbarjonga o'xshagan bir bolakayni tuzatibdi. Ikrom akam rosa maqtadilar. Shunda u Akbarjonni tekshirib ketadimi? Yo'q. Ketmaydi. Akbarjon boshqalarga ko'nika olarmikin? Qizimga juda ham o'rgangandi. Uyalmasdi ham. Gulnora, endi men o'g'limga malakali shifokor qarashini xohlayman. Sizlarni hurmatinglarni qilib, qizinglarni Akbarjonga qarashiga ruxsat bergandim.
Lekin endi o'g'lim malakali shifokorning nazoratida bo'lib, Guljamol esa yaxshisi yana o'qisin. Xo'p, men ishimni qila qolay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Dada, tanishing. Bular Akbar uchun qo'g'irchoq teatri ko'rsatishga kelishgan. Shunaqami? Men chaqirgandim. Akbarga bularni qo'yadigan tomoshalar juda yoqadi. Juda yaxshi. Meni ismim Ikrom. Men Komilman. Bu esa Zumrad. Tanishganimdan xursandman. Sizlar bilan hali yana ko'rishamiz. Rahmat. Shohruh, men Shikit. Ularga o'zing qara. Yaxshilab qarang, xo'pmi? Mayli, hali yana qomat bo'ladi. Mayli. Qani yuringlar. Rahmat. Siz bilan yaxshilab tanishib olaylik. Meni ismim Shirin. Endi sizga men qarayman. Bu yog'iga birgalikda ishlaymiz. Menga hech kim kerak emas. Menga Samira kerak. Samira kelsin. Samirani kelishini istasangiz, siz tuzalishingiz kerak. Agar siz tuzalsangiz, Samirani o'z yoningizga keladi. Atrofingizda girdikapalik bo'ladi. Ostonmi? Xo'sh, tuzalishni xohlaysizmi? Ha. Men tuzalamanmi? Albatta. Faqat siz ham menga yordam berishingiz kerak. Birgalikda hamma qiyinchiliklarni yengib o'tamiz. Shundagina siz butunlay tuzalib ketishingiz mumkin. Hali Samira sizni ko'rib juda ham xursand bo'ladi. Unda men tuzalaman. Samira meni ko'rib xursand bo'lib ketadi. Men tuzalsam Samira keladi. Ha, keladi. Demak, kelishdiga. Men Shirin. Tanishganimdan xursandman. Akbar. Buvijon, hech ham tinmaysiz-a? Doim harakatdasiz. Charchab qolmaysizmi? Nega charchayman qizim? Aksincha uyda o'tirib qolsam, a'zoy badanim charchaydi. Endi inson harakat bilan tiriydi. Boringizga shukr, onajonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Dadam erta o'tib ketdilar. Siz yuzlarga kiring. Bizga bosh bo'lib yuring, onajon. Rahmat. Rahmat bolam. Buvijon. Bobom bilan qanaqa qilib tanishgansizlar? Birinchi uchrashuvinglar haqida aytib bering. Qo'ysangchi qizim. Shuncha yildan keyin nima qilibdi buvijon, aytib bering. Aytib bera qoling, onajon. Nima ham bo'lardi. Bizni paytimizda unaqa uchrashuv, tanishuv degan narsa bo'lmas edi. Men bobayni birinchi Chimildiqda ko'rganman. Ana o'sha kuni yuragimda haqiqiy muhabbat paydo bo'lgan. Bekorga aytishmagan. Chimildiqda ko'rganing bilan ilohiy bog'lanasan deb. Bobay menam ikkalamizni o'rtamizda xuddi shunday bo'lgan. Hozir ham ko'zlarimni yumsam, o'sha Chimildiq ko'z oldimga keladi. Hada? Chimildiq 2 yoshni qalbiga sevgini soladi. Men senga buni tushuntirib bera olmayman. Zo'ru.
Qizim. Ha, Nimaga qotib qolding? Yaxshimisan? ha. Yaxshiman, oyi. Hozir mana bu narsalarni yuvib yuboring. Keyin muzlatgichdan go'shtni olib qo'ygin. Bir o'zim sizlarga chiroyli qilib ovqat pishirib beraman. Xo'p bo'ladi, buvijon. Kechirasiz. Keling, sizga nimadir kerakmi? Ha, suv ichmoqchi edim. Mana shu toza stakanmi? Yuvilgan. Ismingiz Shirinmidi? Shunaqa. Shirin? Hali juda yosh qiz ekansiz. Sizga Akbar haqida bir sirni aytib qo'yay. Faqat bu haqida Farida opaga indamaysiz. Qanaqa sir? Arjon edi. Ularga to'satdan shundoq tashlanib qoladigan odati bor. Shuning uchun ham o'zingizni ehtiyotroq tuting deyman-da. Siz xavotir olmang. Men bunaqa bemorlarni ko'pini ko'rganman. Ularni psixikasini ham yaxshi bilaman. Shunaqa ekan, xavotirga o'rin yo'q. Keyin Akbar bilan juda yaxshi kelishib oldik. Aytganlarimni hammasini qilyapti. Rostdanmi? Unday bo'lsa xursandman. Rahmat. Mayli, men bora qolay, siz charchamang. Bu qiz o'ylaganimdan ko'ra aqlliroq ekan. Hali shoshmay tur. Bu yerda qachongacha ishlar ekansan? Shunday qilayki, bu yerda izing ham qolmasin. Nima qilsam ekan? Oyim boshqa xayolda yuribdilar. Kimga quloq solishni ham bilmay qoldim. Samira, o'zing nima istaysan? Yuraging nima ilinchdi? Nima deysan? Ay, Nimani kuygan hidi chiqdi? ha, ja kulguli. Qo'limni kuydirib oldim. Qattiq og'riyaptimi? Nima yordam bera olasizmi? Balki. Kim? Qani? Qaniydi kuygan yuraklarga ham davo bo'la oladigan shunaqa malham bo'lsa. Bunaqasi yo'q. Balki bordir. Faqat o'sha malhamni surtishdan qo'rqyapmiz. Samira, Shohrux aka. Ko'zlaringizdan sezib turibman, sizga ham o'sha malham kerak. Nimaga mendan o'zingizni olib qochyapsiz? Balki degandir. Akbar, sizga mana shu kitobni o'qib beraymi? Yo'q, xohlayman. Siz bilan endi har xil mashqlar qilishni boshlaymiz. Buguncha mayli sizni qiynamayman. Lekin ertadan aytganimni qilasiz. Yo'q, men mashq qilayman. Akbar, Samira qaytishi uchun tuzalishingiz kerak. Shunaqa ekan, aytganlarimni hammasini qilasiz. uzr. Men Akbarni olib ketishim kerak.
Uyga bilasan? Ertadan aytganimni qilasiz. Yo'q, men mashg'ulman. Akbar, Samira qaytishi uchun tuzalishingiz kerak. Shunaqa ekan, aytganlarimni hammasini qilasiz. Uzr, men Akbarni olib ketishim kerak. Uyga bilasan? Kim keldi? Samira keldimi? Yo'q, boshqa odam. Qani yur, hozir ko'rasan. Ehtiyot bo'l. Qani? Ke o'g'lim, Qani o'tir. ke bolam. Ehtiyot bo'l. Ana. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi spektaklimizning nomi Hammaga ham ishonaverma. Qahramonlarimiz bilan tanishing. Tulkoy, Salom. Quyonvoy. Assalomu alaykum. Men. Bu ham bor. Bo'rivoy. Va oxirgisi Ayiqvoy. Salom bu. Shu bilan tomoshamizni boshladik. Voy, nimaga yuguryapsan? Meni beshafqat bo'ri quvlayapti. Voy. Iltimos, Tulkoy, meni qutqar. Mayli, qutqaraman. Shartim bor. Nima shart ekan? Tushlikka do'stlaringdan topib berasan. Yo'q, do'stlarim emas. Men senga tovuq, xo'rozlarni olib kelaman. Xo'sh, nima qilamiz? Mayli, o't orqamga. Rahmat. Voy. Voy Tulkoy. Ha, bo'rivoy. Quyonvoyni ko'rmadingmi? Voy, ko'rganim yo'q. Yo'q, aldama. Aldayotganim yo'q. Agar aldagan bo'lsang, seni ham, uni ham yeyman. Yo. Aldadingmi hali? Voy, bo'rivoy, to'xta, men hammasini tushuntirib beraman. Iltimos, meni yema. Ha, xo'p. Qani Quyonvoy? Orqamda. Men olib chiqib ber. Xo'p, faqat bitta shartim bor. Xo'p, qanaqa shart? O'ng oyog'ini menga berasan. Meni ham qornim och. Yo'q, o'zim yeyman. Yo'q, berasan. Bo'lmasang qochirib boraman. Ha, bo'pti, kelishdik. Quyonvoy. Ha, bo'ri ketdi, chiqa qol. Rostdan ketdimi? Chiq, ketdi dedim-ku. Xo'p, hozir rostdan ketdimi? Ketdi, vahima qilma. Rahmat senga. Arzimaydi. Ke bir bag'rimga bosay. Xo'p. Bo'rivoy chiq. Ana, ishladimmi? Voy, Tulkoy meni aldabdi. Tulkoy meni aldabdi. To'xtalaring. Nima qilyapsanlar? Ayiqvoy, bular meni yeb qo'ymoqchi. Senlar qimni yemoqchi? Haligi. Yo'q. Yo'q, unaqa emas. Ha, yemoqchi bo'lishdi. Ikkalang ham yo'qol bu yerdan. Xo'p, mana. Xo'p, ketamiz. Sen ham yo'qol. Ketdim, xo'p. Quyonvoy. Voy, sizga rahmat, Ayiq polvon. Bundan keyin bu o'rmonda ehtiyot bo'l. Xo'p, senga har doim yaxshi gapirgan do'st bo'lavermaydi. Tushundingmi? Xo'p, rahmat Ayiq polvon. Keling bitta quchoqlay. Bo'ldi. Xo'p, rahmat. Xayr.
Alo, eshitaman. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shohrux aka, siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Hozirmi? Ha, hozir. Hozir uyda emasman. Men sizga lokatsiya tashiyman, o'sha joyga keling. Lekin Samira. Qani? Biqdimi? Mayli, hammaga Xo'p. xayr, sog' bo'ling. Hozir. Dada, mana shu uylarni remont qilish kerak ekanda. Ancha remonti eskirganda. Hammasi yaxshi turibdi-ku. Nima qilaman ta'mirlab? Qizlarimni uzatgan bo'lsam, o'g'lim bo'lmasa, men nimaga kerak? Ta'mirlab. Nega unday deysiz, dada? Mana o'g'il o'rda o'g'il bo'lsam sizga. Ha, nariga kuyovingiz o'ziga to'q bo'lsa. Sizlardan keyin nima deydi anavi? Sizlardan keyin mana shu uyda chiroqni kimdir yoqish kerak-ku, dada, to'g'rimi? Sizlardan keyin deng. Ha, Nima, meni ketishim haqida xabar keldimi sizga? Nima, meni o'limimni istayapsizmi? Ay, yo'q ey dada. Shunchaki hali ko'p yashaysiz, dada. Qizingizni, nabiralaringizni baxtiga doim sog' bo'ling, dada. Rahmat. Dada, shu negadir qornim ochgandek bo'ldi-da. Sizni qorningiz ochmadimi? Qornim to'q. Oshxonaga kiring. Muzlatgichda ovqat bor. Shu ertalab yaxshi choy ichmaganimda qornim ochdi-da. Men unda oshxonada bo'laman. Sizga hech narsa kerak emasmi? Yo, ana sendvich qilib beraymi? Yo'q, bemalol. Xo'p. Bugun Akbarjonning kayfiyati juda ham yaxshi. Siz ham u bilan yaqindan tanishib oldingizmi? Nima, siz bu bilan seni yoqtirmayman demoqchimisiz? Axir meni yaxshi ko'rasiz. O'zingiz shu uyga meni olib kelgansiz. Endi esa meni uloqtirishlariga jim qarab turmassiz-a? Men Samirani senga uzatgan edim. Ana Nogiron ukangga emas. Meni kechiring. Men Ozodga nima bu? Bu yerga jasad kelib eshitdim. Shohruxga aytgan hamma gaplarini eshitdim. Samarqandda yoqtirib qolgan yigiting shumidi hali? Bu dori Akbarni tinchlantiradi. Miyada qon yurishini yaxshilaydi. Biz endi ketish kerak. Biroq qildilar. Bu bemalol o'tirib keyin ketiga. Nima senga tashiydi? Hozir ko'rsatib qo'yaman ularga. Nimaga? Samira, Shohruxni yoqqanga o'xshaydi.